eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Xo'jayin, men tashamarkliq tamokidan kirgizay degandim. Ustiga chiqayli. Burada, bu yoqqa qarab tur. Ha. Marhamat. Qarindishim, o'rqlab qapsan. Senmi shu? Qandaqroq? Hamma ishlar o'ngishliqmi? Xeyli yaxshi. Seni sig'inib qoldim. Bir necha kunning oldida sixi kelib ekan. Birdan o'ltirmay ketib qoldi. Ana. Hay? Bugun nimishqa o'zing kelding? Sixi ular qurbon bo'ldi. Hammasi qurbon bo'ldimi? Hozir mening salohiyatim oshkorinib qoldi. Undaqda harakat amalda qoldimi? Qilchi umidli bo'ladi ekan. Men hargiz bal qo'yib atmayman. Bizning aqidamiz uchun, o'lib ketgan yo'ldoshlar uchun har qancha qiyin bo'lsa-mu, cho'qim bardoshlik berishimiz kerak. Men qasam qilamanki, xo'jayinni o'z qo'lim bilan tutaman. Yer ostiga yo'shirib olgan cho'ng-cho'ngdagi dushmanlarni talduks to'rg'i tushiraman. Bu yeni harakat plani. Gruppining tasdiqi ulguramidim. Sen buni ikkinchi numaraga topshirib ber. U butun kuchi bilan menga yordam qilsin. Ma'qul. Yana bor. Bizning aloqamiz bir mazgil uzilib tursin. Fursat kelganda men cho'qim asli keltiraman. Xotirjam bo'l. Men ma'y. Birodar. Oldingi yo'llar xatarlik. Omon bo'l. Xo'jayin keldimi? Ichida. Yuring. Bugun Shafonbada yig'in zali ichida qaslab o'ltirish harakati yuz berdi. Bu cho'ng-cho'ngdagi ommaning g'azabini keltirdi. Dushmanning g'alzirlashgan qaytarim hujumi faqat shuni tushundirdiki, ularning ajali tumshuqiga kelib qoldi. Navbatdagi azodlik armiya va jamoat xavfsizligi harbiy kuchdan sarkartib tayyorlik turmoqda. Ular qat'iy niyatga kelib dushmanning barliq hiyla-mikrini bechit qilish uchun tayyorlandi. Biz yoshirinib yotgan maxfiy dushmanlarga eslatib qo'yamizki, sizlarning shirin xiyol tushinglar hargizmi amalga oshmaydi. Sizlarning chiqish yo'linglar faqat birla. U bo'lsa-mu butun xalq ommasidan kechirim so'rab, gunohinglarni tilash. Partiya va hukumat sizlarga cho'qim chiqish yo'li berdi.
Shuning bilan birga biz butun xalq ommasini dushmanning qabih suiqastlaridan qo'rqib qolmaslikka chaqiramiz. Haqqoniyat mangu razil ishlardan g'olib keladi. Bugun atdigan birisi o burkiti birinchi nomerlik planni o'rindabdi. Ikki boshliqni Shoppingbada yig'in zali ichida qaslab o'ldiribdi. Kim qilgandi? Agar bu ish rost bo'lsa, uni ijro qila oladigan faqat birla odam bor. Kim? Changtang. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? O kompartiyaning odami tursa. Xo'jayin, men g'angirab qoldim. Agar siz tunugin degandek Chingtang kompartiyaning jasosi bo'lsa, u nimishqa o'zining boshlig'ini o'ldirdi. Diqqat qilmagan bo'lishingiz mumkin. Mening demoqchi bo'lganim, bu ish rost bo'lsa dedim. Bu nim deganingiz? Bayatdan o'ylanib baxdim. Yolg'on Chingtang va uning rahbarlari birlashib o'yin qo'ygan gap. Maqsad bizni ozdirish ham ularga qayta ishondirish. Balkim. Cho'qim shundaq. Bo'lmasa Chingtangning harakati bundaq normalsiz bo'lamdi. Agar bu ish rost bo'lsa, bizning planimizda xatolik ko'rilgan bo'ladi. Biroq hozirgacha qaslab o'ldirishni o'z ko'zi bilan ko'rgan odam yo'q. To'g'rimi? Faqat xabarni biz radioda angladik. Biroq xo'jayin, bayatdan biz Shanxi choyxonasiga keldigan yo'lda kompartiyaning mashinani orqaroqdan ulab askarga yutayotganligini ko'rdik. Ha, to'g'ri, shundoq. Ha, balkim boshqa ish bordir. Xo'jayin to'g'ri deydi. Qaslab o'ldirish faqat bizni ozdirishni maqsad qilgan. Xo'jayin, yanılar odam avatib ahvoliga lab boqaylik. Bu ishni aniqlab bilsak, ko'pchilikka foydasi bor. Ma'qul, Rishan, bu ishni o'z qo'ling bilan o'rinlashtir. Xo'p. Avar bo'lmanglar. Yushan, Bugun atdigan Shoppingbada yig'in zalida qaslab o'ldirish harakatini Chingtang, Zhao Yaqing va men birlashib qilgan. Nima? Bu qadam qaslab o'ldirish rost yuz berdimi? Sen o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Albatta rost. Yana kelib, 100% to'g'ri. sen o kommunist boshlig'ining o'lganligini o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Shunda. Birinchi o'qni Chingtang otdi. Ikkinchi o'qni men otdim. Demakchi bo'g'ining, sen o'z qo'ling bilan o kommunist boshlig'ini etib o'ldirdingmi? Shunda. Men marganlash aynigidan kompartiya boshlig'ining ko'krigiga tekkanligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Changtangchi. Bayman sizga aytdim. Birinchi boshliqni u qarg'ilib otdi. Yushan, siz qandoqsiga Chingtang bilan birga bo'lib qoldingiz? Kechiring xo'jayin. Men izchil uni xato ayblabdiq deb o'ylagandim. Shu sababdan tunugunga Chingshivandan shaharga qaytib, men 16-nomerli qasrga berib, uni izladim. U meni birlashib, Overkut 1-nomerlik planni o'rnatishga yordam qilishni o'tindi. Biz ahvolni aniq bilmay turib, uning qo'l ostidagi odamlarni o'ldirib atdik. Yana uni o'ldirishni planladik. Haqiqat shuni isbotladiki, biz xatolashdik. Uning o burkiti planini o'rindashdagi maqsadi mana buni isbotlash uchun. Biroq bizning nurg'un birodarlarimiz uning qo'lida o'ldi. Boshqalar sizni o'ldirmoqchi bo'lsa, qilishning tegishini kutib o'tiramsiz. Men Haymanimni u o'ldirdi. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Qotil o'ldirmoqchi bo'lgan odamdan og'rinsa bo'lamda? Yusha. Men Hayman mening do'stim, ham sizning do'stingiz. O o'lgan turug'liq. Mushundaq gap qilyapsiz-ku. Men hech bo'lmaganda sendaq qilmadim. Halqiliq payti qochib ketib, men Haymani yolg'iz xarobalikda tashlab qo'ymadim. Sen Bo'ldi. Yushan to'g'ri deydi. Biz cho'ng xatolashdik.
Meningcha u bizga qattiq g'azablandi. Uning nadiligini bilamsiz. Harakat oyoqlashgandan keyin biz ayrilib ketdik. Uning bilan aloqalasha olamsiz. U menga aloqalash usulini aytib bermadi. Xo'jayin, endi uni izdama. U sizni izlab keladi. Bu nima deganingiz? Men rost gap qilsam bo'lamdi. Albatta. Uning aytishicha, hozir uning faqat ikkala dushmani bor ekan. Biri bo'lsa Kompartiya, yana biri biz. Agar dushmanni tanlashga to'g'ri kelsa, men Kompartiyani tanlayman. Hargiz uni tanlamayman. U bek qo'rqinchli ekan. Biroq biz hozir baribir kechikib qoldik. Ayrilish oldida u menga sizga yetkazib qo'yishimni topilgandi. U nima bo'ldi? U sizning o'lishingizga ko'makchi ekan. Undaqda men faqat uni o'ldirsam bo'g'idek. Ha, xo'jayin, amaliyot oshkorildiki, u o'z odam. Biz bir qitim xatolashdik, yana xatolashmaylik. Xo'jayin, Yushan to'g'ri dedi. Yana o'yinni boqaylik. Shundoq. Yushan, Ba, siz chuqum uni bilan hamkorlashishni sinab ko'rishingiz kerak. biroq xo'jayin, uni topamaydigan tursam. Meningcha siz chuqum amal topa olasiz. Ma'qul. Undaqda men sinab ko'ray. Undaqda yaxshi. Uningga yetkazib qo'ying. Agar u biz bilan hamkorlashmasa, oqibati o'lim bilan oxirlashadi. Men hech nima qaramay uni o'ldirib yetaman. Ya'ni kelib bu har ikki tarafga nisbatan echinishli oqibat. Bundaq bo'lishni faqat xohlamayman. Agar u biz bilan hamkorlashishni xohlaschi, Faqat ikkimizla erkin ozoda paranglashimiz. kirishib baqay. U o'zini qaltis chaqlaydi. Biroq u yana bir tarafini unutib qoldi. Cho'ngching mening doiramda bu yerda hech qanday odam menga jang e'lon qilolmaydi. Xo'jayin, uni o'ldirib yetaylik. Hay. Biroq xo'jayin, siz boyatim uning bilan hamkorlashishni sinab boqaylik dedingiz-ku. Men hargizmo meni o'ldirmoqchi bo'lgan odam bilan bu dunyoda birga hayot kechirmayman. Lin Yushan cho'qim Chingtangning nariligini biladi. Shuar, shu dubavga. Lin Yushanga agishib Chingtangning izdirigini bilibla, Chingtangni o'ldirib yetinglar. Biroq yana bir ish, uning yendik ayol o'lsa bo'lmaydi. U biz uchun nihoyat muhim. Tushundik. Tushundik. Boran chapqon. Endi keldi. Nima? So'zga ularning hammasi qurbon bo'ptimi? Shundoq. Birinchi nomerni deyishcha, dushmanlar ularni ichinishli o'ldiribdi. Ha, undaqda birinchi nomerchi. Uni ayt yaxshi. Shaponbada yig'in zaldagi qaslab o'ldirish harakati oyoqlashgandan keyin dushman uning salohiyati to'g'risida bir qarorga kelamabdi. U mana mushtarabdan foydalanib, dushman bilan yana bir qitim tutishib, yotgan yilonni o'zidan chiqarmoqchi. Aras. Bu yangi harakat planining konkret mazmuni. Buni sizga topshirishimni aytgan. Bu bexatarlikka, biz uning bexatarligiga kapolatlik qilishga olmaysiz. O'lmag'ayada mag'lub bo'lib qolsak, oqibatini o'ylashga petlanmaymiz. Menimcha bundoq bo'lsin. Sen darhol birinchi nomer qo'qtir. Vaqtincha keyingi qadamli planni o'rinda bay tursin. Fursat tepib yangi plan ustida istinaylik.
u menga vaqt bakmi qis bo'lganligi uchun yuqori qatlam rahbarlarining tasdiqini ololmaganligini sizga aytib qo'yishim degan edi. Menimcha u harakatni boshlab bo'ldi. Yana u menga yaqinqi bir mezgilgacha biz bilan aloqa qilisholmaydiganligini, biroq fursat kelganda aloqa qilishni asli keltirdiganligini degan edi. O bizning bu yangi planni tasdiqlamaydiganligimizdan qo'rqqan gap. Avval ish boshlab, keyin uqtirish. Ha, bu yan shoyingza. Haros. O yana nimalarni dedi? Ha, o yana qilchilik umid bo'lsa, bal qo'yatmaydiganligini aytdi. Ikkinchi numar. Men uni obdan tushunaman. U maqsadiga yetmaguncha hargiz bal qo'yatmaydi. Uni to'sib qolamagandan keyin uni qo'llab beraylik. Ben Boran Chapqun gruppasiga a'zolarga keyingi yangi harakatni o'rinlashtirish uchun buyruq tushiray. Ben hozir eng ansiraydigan ish birinchi nomerning bexatarligi. U hozir qanday bo'lgandi? Buni bilmadik. Efendim, anlaşılmışsınız. Eyvah, makul, kan oldu. Efendim, siz ne yapıyorsunuz? Kanı merhamet. Düşmandan keyingi qatimning harakatini to'xtat qilib, Boran Chapqun birinchi nomer.
Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Bugün kecha ehtiyot qiling. Qotil bor. Qandaq? Bir ahvol bormi? O'ylig'imdek bo'ldi. Bugun kech bir mehmon kutib olamiz. Mehmon? Nima? Tushunmadingizmi? Ne bo'ldi? Nima ish qilgan o'qimadim. Shumliqning besharti kelganda his qilyapman. Qandoq sezim? Meningcha bu odamlar bizga arvohdek chaplashdi. Biz qayerga boraylik? Ular bizni tepib oladi. Ko'nlar aqlli odam o't o'ynaydi debdikan. Siz bu yana ancha bilib ketmasangiz, qandoqmi ular bilan baslashalaysiz? Men rostla ansirab qelyapman. Bizning yana boshqa tanlash yo'limiz bormi? Bugun siz Shapingbada yig'in zalida qasdlab o'ldirish harakatini tamomladingiz. Mana bu sizning haqiqiy salohiyatingizni oshkorlab berdi. Ular sizdan hargiz gumonlanmaydi. Li Shen to'g'ri deydi. Nemishqa xo'jayin bilan hamkorlashib sinab ko'maymiz. Qaytadan ularning ishonchiga erishmakda yo'q bu usulni tanlagingiz nemisi? Agar ahvol siz aytgandek shunchalik oddiy bo'lsa, bakmi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Ishonchni barpo qilish uchun vaqt ketadi. Biroq qerishqandek bizni kam bo'layotganimi? Dal vaqt. Tushunmadim. Sizningcha men qasdlab o'ldirish vazifamni o'rnab bo'lsamla, xo'jayin menga ishindi deb o'ylamsiz? Xatolashibsiz. Ularning menga bo'lgan gumoni qalbining eng cho'nqur qatlamiga joylashib ketdi. Hargizmi bir ikki qatimli qasdlab o'ldirishdan ularning idisi o'zgarib qolmaydi. Heliqi hiligar tulki xo'jayin o'zining odamlariga ishonmagan turug'liq. Burun gumonlanib baqqan bir odamga ishonamdi. Bilamsiz, onunla hamkorlashish bir xil murassa. Murassa faqat vaqtliq oldingi o'tgandan o'tish xolos. Hargizmi masalani hal qilmaydi. Mana bu ussuzlikni zaharlik haroq bilan qaytarmoq deyiladi. Qarashda bexatar, amaliyotda eng xatarlik. Kayni-kayni kelgan sinoq bilan to'xtamay gumonlanish bizni noyat past holatga tushirib qo'ydi. O'ylab baqdingizmi? Biz sinoqlarni g'alabalik oxirlashtirdik desakmi, qanchalik vaqt ketadi? Yana kelib hozirgi vaqtda dushmanning vayron qilish va qasdlab o'ldirish harakatlari hargizmi to'xtab qolmaydi. Bu partiya va xalq uchun nurg'un ziyonlarni keltirib chiqardi.
Sun Sixay va ularning o'limi menga bir haqiqatni tushuntirib qo'ydi. O yovuz ablahlarga taqobil turish uchun hargizmi plan bo'yicha ish qilmaslik kerak. Avval ularning planini buzib tashlash kerak. Ular hargizmi bizning tomirimizni tutolmasin. Canğa can. Qanğa qan. Ularni vahimi bassin. Vahim bo'lgandilar. Ondan ular bexutlashib bizning yetarsizligimizni bayqayamaydi. Ularni vahimi bassa, shu chaqda bizga vaqtni qaraytishaqliq. Biroq biz qanday qilsak ularni vahim bosadi. Siz birisining o'lim tahdidiga uchraysiz. Tahdidsiz odamni ko'ramisingiz, sizni vahim bosadi. Ko'rgili bo'lmaydiganmi dushman bo'lamda. U sizning kayningizda turganda. Agar men sizning haqiqiy salohiyatingizni bilmagan bo'lsam, ular bilan o'xshash deb qaraydim. Yana kelib texmi qo'rqinchli. Nayrang hech nimani tushuntirib beramaydi. Faqat maqsad haqiqat bilan razillikni ayirib turdi. Balkim deganingiz to'g'ridir. Biroq men o'z fikrimni ching turaman. Men mush ishimga kelguncha menga har vaqt xatar hamroh bo'lib kelgan. Shu sababdan qanday hududdan chiqishni o'rganib olganman. Bu tarbiya men qat'iy ishonaman. Hozirla xo'jayinga xabar qil. Ma'qul. Vaqtni ching tutib uxlaylang. Bir necha soatdan keyin uyg'otaman. Men ikkimiz bir uyda uxlamdik. Xotirjam bo'ling, mallif chekamiz. Tazimi bir. Siz karvatda uxlang, men yerda uxlay. Yer beknam, uyqum kamidi. Karvat yedim. Birdam ustalga beshimni qo'yib olsamla bo'ldi. Bo'ldi, tuz tiqib o'tirmayli. Yana birdam talash tatish qilsak, uxlaydiganga vaqtmi qolmaydi. Bo'ling. Nim bo'ldi? Sara. Men mang'amay qoldim. Yulab karvatga apirib qo'ying. Bu yerga nima deb keldingiz? Xotirjam bo'ling. Kenimga tushgan odam yo'q. Kesib etalamsiz. Men eshik tuyida necha aylanib, ondan kirdim. Qaraganda men kelishga tegishlik bo'lmagan ahvolda kelib qolgan o'xshayman. Hech qisi yo'q. Biz mu orom olaylik deb turgan. Yerim kun ko'rishmasak, billa uxlaydigan ahvolga tushib qoldinglarmi? Kechiring. Avara qildim. Bolalarcha mijozingizni o'zgarting. Yerim kechida kelgan ekansiz, cho'qim muhim ish bor. Shunda ish bor. Biroq hozir demaslikdan qaror qildim. Bo'ldi, ko'rib turibsiz. Men yerda uxlay deb turgan. Ishlar mana shundoq. Bu yoqqa keling, sizga deydigan gap bor. Onunga chiqilsangiz bo'lmaydi, Juma.
Agar quloqqa pichirlassanglar sirtqa chiqib ketinglar. Oldimda tetiksiz qiliqlarni qilmanglar. Bo'ldi. Gapimiz kelayli. Xo'jayiningiz bilan ko'rishdingiz, shundaqmi? Shundoq. Uning siz bilan hamkorlashqisi bor ekan. Uning bu yaxshi ko'ngli 2 kun oldida bo'lgan bo'lsa, men uningdan minnatdor bo'lgan bo'lardim. Hech bo'lmaganda birodarlarimni o'ltirishdan avval bo'lgan bo'lsa-mu, yanada minnatdor bo'lgan bo'lardim. U hozir kechikibdi. Bu ishni avval aniqlab hujum qilsam ulgursan degan edim. U cho'ng xatolik o'tkazdi. Cho'qim badal to'lash kerak. Uning aytib qo'yishga tegishli gaplarni aytib qo'ydingizmi? Shundoq. Umu sizga yetkazib qo'yishimni topiladi. Agar uning bilan hamkorlashmasangiz, faqat o'lim xolos. U ishkilanmaylar sizni o'ldiradi. Mening tenim nimishqa to'xtamasdan titraydi. Yuragim nimanda to'xtamay ansiz so'qidi. Xo'jayiningizdan kelib meni o'ldirib etishdan qo'rqyapman, shundaqmi? Bundaq joylik qilmang, sizga foydasi yo'q. Cho'ng degan uning qo'liligida. Sizga hech qanday fursat yo'q. Men hozirgi cho'ngchingning kompartiyaning qo'lida ekanligini bilaman. Sizning xo'jayiningiz faqat kunduzni ko'rishni qo'rqadigan chashqan. Biroq bu chashqanning cho'ngdagi har qaysi yoshirin kuch bilan aloqasi kuchli. U sizning qayerda turganligingizni bir tekshirib bilalaydi. Agar uning bilan hamkorlashmasangiz, jiningizdan kechadigan balo qazoga yo'liqsiz. O'tinib qolay. Gapimni anglab qo'ying. Xo'jayin bilan ko'rishib beqing. U siz bilan yolg'iz paranglashishga qo'shildi. Meningcha, o'qishmaslikni yeshib ketalaysizlar. U to'g'ri deydi. Bundaq chaqda ochiqlanishning hojati yo'q. Tragediya yuz berdi. Qon mijiq to'kildi. Tünögün xarabılıqda Mınxayma və onun qolasıdikilərini qoymay öldürübətdiniz. Bu musunsi xəy üçün qısas alğınız bula. Nemi degen bilən, ola xatalığını tunub yetdi. Əmdi cininizni tikib berişinizin hacıda barmı? Yeni tragediya yüz bəsin dəmsiz. Asan əməscimi? İkimizin fikri bir yerdən çıxdı əməsmi? Yeni oylab beqin. Sizlar bək ah ko'ngil. Bəklə sadı ekansizlar. Sizlarcha xo'jayin meni qo'yib berami? U o'z eg'izi bilan shundoq degan tursa. Amaliyat sizlarni cho'qim sagitib qo'ydi. Taqaqqa, tamdan ortilib qara. Siz maktabdan chiqa. Biz 6. yataq çanta. Bayni.
o'q ichib ketamaydi. Aqtiringlar, tafsili aqtiringlar. Xo'p. Endi o gapimga ishongansiz. Qotillar sizga agishib, mening turar joyimni tepib olib, qattiq uxlab ketgan vaqtimdan foydalanib qo'lsamoqchi. Mana bu uning samimiyligi. Bu qayr tilga. Men nimada ahmaq. Onun niman ishongandiman. Rost deysiz, biz bek oq ko'ngilganmiz. Yanılı siz ularni tushundikansiz. Ularni biror joyiga ustib qo'yaylik. Birodarlar, qiltaq tushibdiq. Chekinaylik. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Adam bormi? Adam bormi? Meni qutqizinglar. 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 Qani vaqira. Odam kelamdi yo'q. Meni qo'rqitib qo'ymoqchimiding? Afsus, bu kecha to'liq qorong'u. O'tinib qolay. Meni o'ldirmang. Seni kim avatdi? Men desam bo'lmaydi. Bak, qiziq gap qilding. Xotirjam bo'l. Sening yuragingga atmayman. Seni aldirmay o'ldirman. Qiynab o'ldirman. Har bir azobning qanchalik ochiq ekanligini sen obdan tetib qo'yma.